Bu akkauntlarga hech qachon kirmang. Birinchi qism. Biza juda sevib ardoqlagan platforma TikTokda men bitta akkaunt topib oldim. Uni ko'rganingizdan keyin psixikanglar juda ham o'zgarib ketadi. Bu nickga o'qish ham juda ham qiyin ekan, shuning uchun prosta men yoqda chiqarib qo'yapmiz mana. Bu akkauntga kirishdan oldin ehtiyot bo'ling. Kunduzi ko'rsangiz psixikangizni juda ham o'zgarib turadi. Kechqurun ko'rsangiz bilmadim, tasavvur ham qila olmayman. Masalan, kechqurun ko'ra olmasdim bunaqa videolarni, to'g'risini aytsam. Qo'rqmaganlar bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va biza keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntning ismi bunaqa, mana bu yoqda. Bu akkauntdagi bir donagina video bor, lekin bu terini jimirlatadigan darajada qo'rqinchli juda ham. Ehtiyot bo'linglar ko'rishdan oldin va qo'rqmaganlar, ko'rganlar o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa ekan videolar va qolganlar ham ko'rsa bo'ladimi. To'g'risini aytsam, juda ham hayronman nima uchun TikTok oddiy videolarni, hech kim xafa qilmaydigan videolarni bloklab, bunaqa videolarni qoldirayotganiga. Hech qachon bu akkauntlarga kira ko'rmang. Ikkinchi qism. Oldingi videoni kommentariyasida qo'rqmadim deb yozganlar uchun maxsus videoni oxirigacha ko'ringlar, sababi ikkinchi akkaunt eng qo'rqinchlisi. Bu akkauntlarni biz o'sha sevib ardoqlagan TikTokdan ko'rishingiz mumkin. Buning uchun oddiygina qidiruv tugmasini bosib, shu nicklarni kiritishingiz kerak bo'ladi. Birinchi nickimiz mana shunaqa. Bu akkauntga kirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Tushlik vaqtida, ovqat yeyotganingizda yoki bemalol xotirjam o'tirgan paytingizda kirishga maslahat bermaymiz, sababi juda ham psixikaga ta'sir qilishi mumkin va juda ham ozgina qo'rqitadigan joylari bo'lishi mumkin. Shu sababli hammamiz o'zimizning mas'uliyatimiz ostida kiramiz. Bu akkauntga kirganingizda videolar g'ayrioddiy ko'rinishi mumkin. Bu paranormal явлениялар, ya'ni paranormal hodisalarga asoslangan holda olingan videolar. Ikkinchi akkauntning ismi mana shunaqa va u yoqda faqatgina bir dona videoni ko'rishingiz mumkin, lekin u juda ham noodatiy, etlarni jimirlatadigan darajada qo'rqitishi mumkin. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Bu akkauntlar qo'rqinchli bo'ldimi sizlar uchun yoki oddiygina multfilm ko'rgandek bo'ldinglarmi? Hech qachon bu akkauntlarga kira ko'rmang. Uchinchi qism. Ko'p sonli kommentariyalarga asoslanib Instagram uchun maxsus versiya. Va albatta ogohlantirish mani burchim. Ovqat yeyotgan paytingizda yoki xotirjam bo'lmoqchi bo'lgan paytingizda bu videolarni aslo ko'rmang. Videodagi ikkinchi akkaunt eng qo'rqinchlisi. Birinchi akkauntimizning nomi mana shunaqa va uni agar Instagram qidiruv tugmasini bosib qidiradigan bo'lsangiz, sizga juda ham nozik tabli kontentlar chiqadi. Ularni o'zim to'g'risi ko'rib, ozgina etlarim jimirladi. Qo'rqqanday bo'ldim, sababi juda ham psixikaga ta'sir qilar ekan. Videolarni avtori juda ham real voqealarga asoslangan holda olishga harakat qilar ekan, lekin o'zimiz bilamiz nima kontent u. Bu akkauntdagi videolar ruhiyatga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli ruhan chiniqmagan insonlar uchun umuman tavsiya qilmaymiz. Va endi eng qiziq joyi ikkinchi akkauntimiz. Uni ismi mana shunaqa. Bu akkauntdagi videolarni aslo kechqurun, ya'ni tunda ko'rmang. Sababi bu videolarning avtori insonni o'sha hududga, ya'ni o'sha atmosferaga tushirishga harakat qilar ekan. Akkauntlarga kirib videolarni ko'rgan bo'lsanglar, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha